kimki erkakmi, ayolmi, mo'min bo'lgan holida yaxshi amalni qilsa, albatta va albatta biz unga yaxshi, go'zal hayot kechirtiramiz. Erkakmi, ayolmi, kim bo'lishidan qat'iy nazar, mo'min bo'lgan holida yaxshi amalni qilsa, albatta va albatta biz unga yaxshi va go'zal hayotni kechirtiramiz. Va qilgan amallarini eng yaxshisini, ajrini, savobini beramiz deydi Alloh taolo. Agar shahar qishloqlarning aholisi iymon keltirsalar, taqvo qilsalar, biz ularga go'zal hayotni beramiz deydi boshqa bir oyat. Ana bu dunyoda go'zal hayot kechirish uchun, baxtli, saodatli bo'lish uchun, hamma narsadan bahramand bo'lib, juda go'zal yashash uchun iymon kerak, yaxshi amal kerak, ibodat kerak. Alloh shuni va'dasini berib qo'ygan. Mana shunga bandalar tushunishlari kerak, amal qilishlari kerak. Ana o'shunga bir qism bandalar tushungan, amal qilgan, ana shularni bir qismi sizlarsizlar. Mana shu oyatlarda kelgan Allohning buyuk va'dasiga sazovor bo'lishi kutilayotgan bandalar sizlarsizlar. Kunduzi och bo'lib, chanqab, toliqib roza tutdinglar. Nima bo'ldi? Allohning vojib qilgan, farz qilgan ibodatini bajardinglar. Shu bilan Allohning jannati sizlarga vojib bo'lishini ta'minladinglar bir kunligini. Ana endi hozir kelib televizor ko'rmasdan, o'yin kulgi qilmasdan, ag'anab yotmasdan, shirin narsalarni yemasdan bu yerda uyqudan qolib bedor bo'lib Allohning aytganini qilaman, savobini olaman deb mana issiqda terilab o'tiribsizlar, ibodat qilyapsizlar, xatmi Qur'onda ishtirok etyapsizlar. Bu nima? Alloh sizga, bizga vojib qilgan ibodatni qilaroq, Allohni bizga jannatni vojib qilishiga haqdor bo'lishimiz. Boshqa ishlar ham hammasi shunga o'xshaydi. Boshqa ishlarning hammasi ham mana shu holatga o'xshaydi.